Qirg'iziston yozuvchisi Chingiz Aytmatovning Axbaraxut nomli asari. Bu asar Beliqut şirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anlatildi. Bala otning orqasidan chig'ir yo'l bilan ketayotdi. U oldida ketayotgan Orozqulning birdala yo'q bo'lib ketganiga hayron qoldi. Aslida Orozqul otdan tushib, otning chulurini qo'yib etib, quyuq o'tlar orasidan daryo bo'yiga ketgan edi. U engishib, ikki qo'li bilan yuzini yepib, beshini ichiga tiqqanicha santurlib ketayotdi. U daryo bo'yiga berib, zumzib o'ltirdi-da, suvni changallab elib, yuzini yuvg'ili turdi. Havo bek isib ketgachga, beshi og'irgan o'xshaydi. Orozqulning harakatini ko'rib, shundoq hukm qildi bala. U Orozqulning yig'ilganligini, har qancha qilibmi o'zini besib ola olmay qattiq yig'ilganligini bilmaydi. Orozqul yig'ilgan edi. Chunki uning oldiga yugurib kelgan bala uning balasi emas edi. U so'mkisini ko'tarib yugurib kelgan bu balaga ko'ngliga yaqqudek bir necha eg'iz gapni qila olmadi. Qaravul teg'ining cho'qqisidan to'rt atrofdagi manzaralar ko'rinib turadi. Bala dim yetib olib, durbunni ko'ziga tutib tangshavotdi. Bu durbun harbiyda ishlatiladigan yuqori gradusli durbun bo'lib, bir qitim buvisining o'rmon qarovulxonasida uzoq muddat xizmat qilganligini taqdirlash yuzidan uningga taqdim qilingan edi. Buvayning durbun bilan xushi yo'q edi. U mening ko'zim durbundan qilishmaydi deydi. Lekin navrisi durbunni yaxshi ko'rib qoldi. Bu qitim u durbun va so'mkisini ilib taqib chiqdi. Dastlabda durbunda manzaralar midirlab, hech narsani ko'rgili bo'lmadi. Birdamdan keyin hamma narsa birdala nihoyat aniq ko'rindi va midirlashdan to'xtadi. Bu hammadan qiziq edi. U durbunning to'g'rilangan nuqtasidan yetkilib ketishdan qo'rqib, nafsini qisib, go'yo bu go'zal manzarani o'zi yaratgandek zo'q bilan tomosha qilishga boshladi. Birdamdan keyin u durbunni boshqa yoqqa qaratdi. Tangshalgan nuqtasi buzilib ketib, yana aniq ko'rinmay qoldi. U yana boshqadan to'g'rilashga majbur bo'ldi. Bu yerda tursa, atrofdagi hamma narsani ko'rgili bo'ladi. Hatto osmondan boshqa har qanday eng egiz qarliq tog' cho'qqalarini ko'rgili bo'ladi. Bu cho'qqa barliq tog'larning orqasida, barliq tog'larning ustida, butkul yer sharining ustida edi. Qarliq tog'dan sal tövenidagi tog'lar quyuq o'rmon bilan qoplangan bo'lib, usti tarafida qari archilar, tuvan tarafida keng yupurmoqliq daraxtlar o'sgan. Kungay tog' bo'lsa, quyoshga beqib turadi. Tog' bag'rida yavu o'tdan boshqa hech narsa yo'q edi. Ko'lning u tarafidagi kichikroq tog'larning qaptallari tosh bilan to'lgan bo'lib, tap-taqir va tik edi. Bu tik tog' qaptallari sayg'icha so'zilgan. Say bo'lsa ko'l bilan tutashgan. U tarafda yana etiz eriq, bog', kentlar turadi. Terilgan ziroatlar sarg'ayib, yig'im vaqti yaqinlashib qolgan. Pikaplar quyrug'idan chang-to'zon chiqarib, chashqonga o'xshash chapmoqda. Ko'z yetadigan yerning eng yiroq chetida, sayliqning kaynida cho'qchib turgan ko'ldan ko'kish nur chaqnamoqda. U issiq ko'l. U yerda suv osmon bilan tutishib ketgan. Uningda nariroqda bo'lsa, hech narsa yo'q. Tiniq ko'l suvi yaltirab turadi. Ko'lda jimjitlik hukm surmoqda. Qirg'oqdagi to'lqinlardan ko'tarilgan oq ko'pikchilarning ostida midirlayotganila bilinar-bilinmas ko'rinib turadi. Bala bu nishonga uzoqcha qarab turdi. "Axbaraxut teg'i kelmadi", dedi u so'mkisiga. "Endi maktabimizga qarab boqayli." Bu yerdan tog'ning orqasidagi heliqi qo'shni o'yman yer o'p-o'chiq ko'rindi. Durbunda hatto uyning oldidagi derazaning tuyida o'ltirgan bir momayning qo'lidagi bir yigitmi aniq ko'rindi. Jelisay o'rmonligida daraxt yo'q. Ba'zi joylarida bir necha tip kesilgan qiyri qarg'aylar bor edi. O'tmishda bu yer o'rmonlik edi.
Hazır bu yer kahiş ögüzlik qotallar rat-rat silingan bolup, döve qap-qara qığlar ve şalpaxalları körünüp duratdı. Bu yerde süt fermesining naslik siyirleri beqilatdi. Qotandan ancha yiroq bo'lmagan joyda qisqig'ini bir ko'cha bar bo'lib, bu ko'cha chorvachilar turadigan kichik bozor edi. Ko'cha yanto'liqdan tuvanga so'zilgan bo'lib, ko'chaning oxirsida turar joyga o'xshamaydigan bir kichik uy turardi. Bu 4 yillik tuzumdagi boshlang'ich maktab edi. Yuqori yilliklardagi o'quvchilar davlat dehqonchilik maydonidagi yetib o'qiydigan maktabda o'qiydi. Bu yerdagi boshlang'ich maktabda o'qiydiganlarning hammasi ushshaq balalar edi. Har qaytim balaning yili og'rib qolganda, buvisi uni ashu bozorga doktorga ko'rsatkili elib borardi. Hozir bala butun diqqati bilan durubunda yilqi maktabga qarashga boshladi. Uyning uyisi beg'irrang kahish bilan yepalgan. Qing'iyib qolgan turg'un yetimsirab turadi. Maktabning eshigiga maktab degan xat yozilgan, o'zlari yozib olgan taxti esilgan. U xat tonimaydi. Lekin u viviskaga yozilgani jazman mushu xatlarda faraz qildi. Durubunda eng kichik bo'lgan, odamning aqli yetmagudek darajada kichik bo'lgan narsalar oqlangan tamg'a o'yilgan xatlar. To'rt atrofiga bir narsalar chaplangan derazalar. Peshayvondagi egiz pas chipar taxtalargacha hamma narsa aniq ko'rinib turardi. U o'z xayolida so'nkisini ko'tarib, u yerga berib, hozir quluploqliq turgan yilqi eshikdan kirdi. Buning kaynidan yilqi eshikning orqasida nimalar bordi? Maktabni ko'rib bo'lgandan keyin bala durubini qaytadan ko'lga yo'tkadi. Lekin u yerda hamma narsa avvalgidekli edi. Paraxod yanada ko'rinmaydi. U o'rilib, ko'lga orqasini qilib o'ldirdi va durubini bir yonda qo'yib, tog' ostiga qarashga boshladi. Tövanda, tog' bag'rida, uzun, tar jilg'ida shiddat bilan eqiyotgan tashliq daryodan kumush nur chaqnaydi. Daryo bilan yondosh bir yo'l agri-bugri so'zilib, yanto'liq agigan do'qmishda daryo bilan billini g'oyib bo'ldi. Daryoning u qirg'og'idagi tikqiya daraxt bilan qoplangan. Santashdagi kesishmanlik qilingan o'rmon mushu yerdan boshlanadi. Qalin o'rmon egizga qarab qarliq tog' bag'rigacha so'zilgan edi. Ang ustida qarg'ay o'sgan bo'lib, qarg'aylar to'q rangli cho'tqilarga o'xshash tosh bilan qarning o'ttirsida cho'qchib, tog' cho'qqilarida hayvat bilan qad ko'tarib turardi. Bala o'rmon qarovulxonasining hovlisidagi uylarni, kapa va yon uylarni masxara bilan kuzatishga boshladi. Yuqoridan qaraganda ular ham kichik, ham ojiz ko'rinadi. O'rmon qarovulxonasining kaynidagi texmi yiroqroqdagi daryo bo'yiga qarab, u o'ziga tunishliq bo'lgan toshlar. To'ga, bo'ra, igar, tankini tunib oldi. Bu taşlarning ismini u tunji qitim qarovul teg'ida turib, durbin bilan qarg'an chig'ida qo'ygan edi. Bala kafsizlik bilan kulib qo'yib, o'rnidan turdi-da, hovli tarafga qaratib bir tal tosh atdi. Tosh tog' qaptiliga tushdi. U yana burunqi joyida o'ldirib, durbin bilan o'rmon qarovulxonasini inchiklab kuzatishga boshladi. Dastlabda u durbinni ko'ziga ta'tir tutib qaradi. Uylar nihoyatda yiroqlab o'yinchi qutidek bo'lib qoldi. Yo'g'an yumaloq tosh kichik bo'lib ko'rindi. Buvisi daryoning tegiz yerida yasagan ko'lchak texmi kultilik bo'lib, qusqashning putichilik ko'rindi. Bala kulimsirab, beshini qashlab qo'yib, darhol durbinni o'ng tutib, orliqni tangshab, o'zi yaxshi ko'radigan toshlarga qaratib, eng yuqori gradusga to'g'riladi. Shuning bilan to'ga, bo'ra, igar, tanka durbinning aynigiga yaqin kelib, ajoyib bo'lib ko'rindi. Ularning yeriqlari va kamtuk yerlari bor ekan. Ikki tarafida bo'lsa, beg'irrang muhtaqlari turibdi. Biroq muhimi, bu toshlar u o'ylab chiqargan hayvonlarga bek o'xshaydi-da. "Po'asim qondoq bo'risan, o tankichu, yoraysan."
yumaloq toshning keyindagi tez yerda buvisi yasagan ko'lchak bor edi. Yiroqdagi bu yer durbanda aniq ko'rinadi. Suv jiddiy eqiyotgan joydan udul bu keng ketgan soyliqqa kelib, tez yerda oq ko'pik chiqargandan keyin orqasiga qaytib jiddiy eqinga qo'shiladi. Tez yerdagi suv tizga keladi. Lekin nihoyat ishtik oqadigan bo'lg'achqa, uning chirik balini tamoman oqizib ketarlaydi. Suvning eqitib ketishidan qo'rqib, bala doim daryo qirg'og'idagi so'gatlarga esilib, ondan suvga kiradi. Buning nemisini suv uzish degili bo'lsin. Otni bog'lab qo'ygandakla bir ishda. Uning ustiga yana bir muncha ko'ngilsizliklarga yo'liqadi. Til ishlatdi. Momasi buvisin ayyiblab, "U daryoda eqib ketadi. U chaqda o'zidan ko'rsin. Mening korim yo'q. Bundaq balani hatto tuqqan ota-onasimi tashlab Menga uning lozimi yo'q. Boshqa ishlarimi eshib-teshib turibdi. Uningga qaraya olmayman." deydi. Onunğa nima deyish kerak? Mo'mayning aytganlarining oz-to'la yo'li bordek qiladi. Lekin buvayning bu balig'i ichi og'riydi. Daryo eshikning oldida. Mo'may har qancha qo'rqitgan bilanmi bola yana suvga kirib o'ynaydi. Mushundaq ahvolda mo'min balani omon eson suv uzsin deb daryoning tez yerida toshdan ko'lchak yasab bergan edi. Taşlarını suv eqitib ketmasin deb mo'min buvay taş aralaridan oqtirib, yo'g'on toshlarni tanlab to'shib kelib, suv ichida quchoqlab ko'tirib yurib, bir taldan qo'pirib chiqdi. Ko'lchakni suv toshlarining orasidan eqib kirib, yana eqib chiqib ketalaydigan qilib yasadi. Evakining ostida bir necha talla saqli bo'lgan bechora Avvaq buvay shimlari ho'l bo'lib, badaniga chaplashib qolgan holda kun bo'yi mushu ko'lchak bilan hapilashdi. Oqshomlari yotganda bo'lsa, palash bo'lib qolgandek put-qo'llarini midirlatolmay qoldi. To'xtamay yo'taldi. Belini ro'slay olmadi. Buning bilan mo'mayning qahri g'azvi tashdi. Kichik ahmoqning nimali degan bilan yesh kichik. Lekin sen qiyri ahmoqning nima qilganing bu? Sen buncha vaqt jiningni tikib nima maqsadga yetmoqchi? Uningga tamoq, kiyim berganimizmi yetmamdi. Sen bo'lsang uni o'z erkiga qo'yib berasan. Hey, bundaq ketaversa chatoq chiqmay qolmaydi. Nimani bo'lmasin, tez yerdagi ko'lchak nihoyat obdan yasaldi. Hozir bola qo'rqmay suv o'ziveradi. U so'ygat shexiga esilib, qirg'oqdan tushib, yurakli holda suvga sakrayalaydi. U suvda uzganda jazman ko'zini yummaydi. Chunki beliq suvda uzganda ko'zi doim ochiq turadi. Uningda beliqqa aylanib, yiroqlarga uzib ketsam deydigan g'alati bir o'y bor edi. Hozir u durbunda ko'lchak qarab etib, o'z xayolida ko'ynigini ishtinini silib etib, yalang'ochlanib, sal digdigib, orqadan suvga sho'ng'adi. Tag'dagi daryo suvi hamish sovuq bo'ladi. Suvga andili kirganda u nafas ololmay qoldi. Lekin bir ozdan keyin o'nglanib qoldi. U yana o'z xayolida so'ygat shaxlariga esilib, beshini tuvang qilib, qaynamga sakradi. Suv shar-shur qilib uni qo'yniga oldi. Uning qo'siqi ostida, putining ustida, dumbisida suv shiddat bilan oqmoqda edi. Tashqarida suvning guldirlagan ovozi anglansimi, suvning ostida uning quloqiga shildir-shildir qilgan ovozlar anglandi. Ko'zini yo'g'on ichib, suv ostida ko'rgili bo'ladigan barliq narsalarni ko'rmoqchi bo'ldi. U ko'zini chimchiqlatdi. Ko'zi sal og'irgandek bo'ldi. Lekin u mag'rurona qiyofatda o'ziga kulib qo'ydi. Hatto suv ichida teqi tilini chiqardi. U buni momasiga ko'rsatish uchun qildi. Bunday qilish orqali u momasiga o'zining hargiz cho'kib ketmaydiganligini, qo'rqishning qilcha hojati yo'qligini bildirmoqchi bo'ldi. Keyin u tutib turgan so'ygat shexini qo'yivatdi-da, suv uningga urilib kelib, u ikki putini ko'lchakdagi toshlarga tirab turib olganga qadar uni to'xtamay yumulatdi. Bu chaqda uning nafsi to'xtab qolg'ida tas qoldi.
Şunun bilan u birli sakrab suvdan qirg'oqqa yamishib chiqib, qaytadan so'ygatlikka qarab yugurdi. Mushu tariqada nurg'un qatim takrorladi. U oxir berib bir biriqqa aylanadigan bo'lsa, buvisi yasab bergan ko'lchakda bir kunda 100 qatim yuyinishga rozi edi. U qandoqlik qilib bo'lmasin, jazman biriqqa aylanmoqchi. Bala qirg'oqqa bir pas qarg'andan keyin yana durbunni o'zining ho'ylasiga to'g'riladi. Cho'jilarini agashtirib yurgan megiyan va ko'rkilar. Yog'ochga yulab qo'yilgan palta, is chiqayotgan samovar. Ambardagi turli narsalar shunchalik cho'ng, shunchalik yaqin ko'rindiki, u ixtiyorsiz holda tutmoqchi bo'lib qo'lini uzatdi. Tuyuqsiz u qo'rqib ketdi. Durbunda cho'ngaytilib, tildek ko'ringan qo'ng'ir mozay g'am tortmay taniga yiqiq kiyimni chaynamoqda edi. Mozay huzurlangan bo'lishi kerak. Ko'zlari qisilib, jog'idini sho'lga to'xtamay eqib turardi. Mo'mayning ko'ynigini og'ziga to'ldirib chaynash mozayga bek yaqin bo'lishi kerak. "Oploq, bek chiqar!" Bala durbunda tutqunicha o'rnidan turib, qo'lini pulanglatdi va "Hey, yo'qol! Anladingmi? Tez yo'qol! Baltek! Baltek uni tishla! Tishla!" deb umidsizlangan holda itga buyruq berdi. Lekin Baltik qo'lig'ini medirlatib qo'ymadi. U hech qanday ish yuz bermagandek sayri yetaverdi. Mushu 1 minut ichida mo'misi uydan chiqib qoldi. U ko'z oldida yuz bergan ishni ko'rib, ikki qo'li bilan maydasiga mushladi va darhol supurgini ilib mozayga otdi. Mozay qochdi. Mo'misi mozayning keynidan qo'g'ladi. Bala durbunda bo'layotgan voqealarga qarab turdi. U boshqalar mening tog'da turayotganligimni ko'rib qolmasin deb o'ltirib oldi. Mo'may mozayni qo'g'lab etib, tillig'icha orqasiga yondi. U g'azablanganligi va bek qattiq yugurib o'tganligi uchun to'xtamay hasraydi. Bala durbunda mo'misini uning bilan birga turgandagidek, hatto uning bilan birga turgandagidan aniq ko'rib turardi. U ekranda odamning yolg'iz yuzini ko'rsatgandek qilib durbuni mo'misiga to'g'riladi. U mo'misining seriq ko'zlarining g'azabdan qisilganligini, qo'riq besib ketgan yuzlarining po'kanda qizirib ketganligini ko'rdi. Kinolarda ovoz tuyuqsiz yo'qolib ketganga o'xshash mo'misining qalpogi durbunda ovozsiz midirlab, shalang tishlari ko'rinib turardi. Mo'mayning nimalarni deb vaqirayotganligini yiroqda bilgili bo'lmaydi. Lekin bala mo'misi o'zining yonida so'zlayotganga o'xshash uning so'zlarini to'g'ri va aniq anglayotgandek bo'ldi. "Voyjon, mo'mam toza qattiq tillayotdi." Bala uning tilg'anlarini yodlab beralaydi. "Hep qarab tur, qaytib kelganda adivingni bermisan, buvangning yuzini qilmayman. Men sana bu qag'ish takir durbini tashlab deb qancha rat aytdim. Sen hozir yana taqi chiqib olding. Heliqi jumaynimek paraxod o'ldirilib ketsin, kuyib ketsin, cho'kib ketsin ilohim." Bala ig'ir tindi. U yangi so'mki setib olgan. Maktabga qandoq berishni xiyol qilayotgan kunlarda yana mozayga qarsinmi? Mo'may tinchlanmadi. U to'xtamay tillab, mozay chaynab yirtib atgan ko'ynigiga qaramoqda edi. Guljamal qizini ko'tirib uningga qarab keldi. Mo'may uningga hol o'qib, yana qaynab ketdi. U tog' tarafga qarab mushni pulanglatdi. Uning so'ngaklari bo'rtib chiqqan qaramtul mushti tahdid bilan durbunni nedirlaydi. U bu nas bosgan durbunni o'ynag'ili turibdi. Yiliqi beshing yeydigan paraxod o'ldirilib ketsin, kuyib ketsin, cho'kib ketsin ilohim. Ho'yladagi samovar qaynab ketdi. Durbunda samovarning og'zidan purqirab ho'r chiqayotganligi ko'rinib turardi. Begay hammacha samovarni olg'ila chiqdi. Tillash yana boshlandi. Mo'misi mozay chaynayotgan ko'ynigini uning ko'ziga tiqdi. "Qara, jiyaningning qilgan obdan ishini." Begay hammacha dastlabda uningga tasalli berdi, uni bazladi. Bala uning nimalarni deganligini pamladi. Haqiqatan burunqiga o'xshash
Özünüzni besiling apa. O texi kichik, bir ishni bilgüchiligi yo'q tursa, uni qanday qilatdingiz? U bu yerda o'zi yolg'izla, ya uning hamrohlari yo'q. Kichik balig'i varqirab, uni qo'rqitganning nima foydasi bor? Degandi. Nomisi cho'qim uningga. Menga o'rgatmayli qo'y. Sen o'zing birini tug'ib ko'rib baq. O chaqda sen balani qanday boshqarishni bilasan. U doim taqqa chiqib olib nima ish qiladi? Mo'zayga qarisi bo'lmamdi. U bu yerda nima topmoqchi? Shalloq ota-onasi topmoqchimi ya? Uni tepib qo'yib, o'z yo'llariga ketishgan yiliqi ikkisinimi? Sanga yaxshi, tug'mas. deb javob bergandi. Shuncha yiroq orliqdanmi bala durbunda Bekay hammachisining yodong'u yuzlarining tatirib titrab ketganligini ko'rdi. Hammachisining o'gay onasidan qanday o'ch oladiganligi uningga ayon edi. O'zingga qarab baqa, dalla. Sen necha o'g'il necha qiz tug'ding? Sen o'zing qanchalik nimetding? Jidal majra boshlandi. Mo'may xo'rinib, vaqirab-jaqirab ketdi. Guljaman nasihat qilib, ularni ajratib qo'yishga kirishdi. U mo'mayni quchoqlab olib, uyiga akirib ketmoqchi bo'ldi. Lekin mo'mayning o'g'isi teximi qaynab ketdi. U hovlida sarangdek yugurib yuradi. Bekay qaynagan samovarni ko'tiribla, qaynaqsa to'kilib ketarmi demay, yugurib degidek uyiga kirib ketdi. Mo'may holidan ketib, bir yig'ashqa o'ltirib, yo'rkirgila turdi. U ko'ngli buzilgan holda o'zining bedalayligidan zarlanadi. U balani allaqachon esidan chiqarib atgan edi. U Xudoni qo'shib dunyodagi butun narsani tillab chiqdi. Meni tillavatamsan? Meni qanchalik nimeting dedingmi? deb Mo'may o'gay qizga g'azab bilan hurkardi. Xudoyim meni jazolamagan bo'lsa, mening 5 bug'imni ilib ketmagan bo'lsa, birdan bir o'g'lim 18 yoshida urushda o'q tegib qazo topmagan bo'lsa, eng qadrlik buyim tayyor pada baqila chiqib shivirganda muzlab o'lmagan bo'lsa, men senlardek o'rmonga qaraydiganlarning orasida yuratdimmi? Men sana o'xshash tug'masmi? Qiyirgan chig'imda sening dadang, nati mo'min bilan bir o'tatdimmi? Xudo bo'lmayli qol, nima qilganimga meni mushundoq jazo olaysan? Bala durbuni ko'zidan ilib, hasrat bilan beshini sangalatdi. Endi uyga qandoq borarimiz? deb sumkasiga pichirladi u. Bularning hammasi men bilan nas mo'zay kelgan bola. Durbun, sening mahallsang bor. Sen doim meni axborotga qarashga undaysan. Sendimi gunoh bor? U o'rnidan turib to'rt atrofga sap soldi. Hamma yoq tog', tikcho'qa, tosh, o'rmon. Parqirab turgan suv yuqoridan muzliqlardan ovozsiz eqib, mushi yerga tuvanga tushgandala daryoda mangu sharqirab turish uchun ovoz chiqargandek qiladi. Tog'chi u shunchalik hayvatlik, shunchalik cheksiz. U tuyuqsiz o'zining intayin arzimas, intayin yetim ishkanligini, boshqalar uni butunlay esidan chiqarib atganligini his qildi. Faqat tog'larla uningga hamra. Tog'lar ko'z yetkisiz tog'lar. Kun ko'l tarafga qiysaydi. Havo xeyli salqin. Xazinasi. Sharq tarafdagi yanto'liqni dastlabki qisqig'ini soya qaplagan edi. Kun asta-asta patqala turdi. Yanto'liqdagi soyimi asta-asta tuvanga, tog' bag'riga siljidi. Har kuni mush chaqda issiq ko'lda oq paraxot ko'rinadi. Bala demini chiqarmay durbunni eng yiroq joyga to'g'riladi. Oq paraxot. U shu topda hammani untadi. U tarafda oldida ko'p-ko'k issiq ko'lda oq paraxot oxir ko'rindi. Dal o'zi. Uning qator turxulari bor. Gavdasi uzun, o'zi hayvatlik ham chiroyli. U ko'lda xuddi tarining ustida siyrilayotgandek mazmut tub-tuz ketib o'tmoqda. Bala darhol durbunning aynigini ko'ynigining etigi bilan pokiz surtib, durbunni yana bir qatim to'g'irladi.
Paraxot endi texmi iniqroq ko'rindi. Paraxotning do'lqinlarini yerib, orqasida suzuk, oppoq bo'shg'in qaltirib ketayotganligi ko'rinib turardi. Bala oq paraxotga butun diqqati bilan qarab turardi. Uning qo'lidan keladigan bo'lsa, u oq paraxotdagi yo'lovchilarni ko'rish uchun uningdan yaqinroq kelishni talab qilgan bo'lardi. Lekin bu ish paraxotning xayoliga kirmaydi. U hayvat bilan osti o'z yo'lida ketayotmoqda. Uning qayerdan kelib, qayerga ketayotganligini bilib bo'lmaydi. Paraxotga uzoqqa qarab turishga bo'ladi. Bala qanday qilib beliqqa aylanib, daryo bilan paraxotga o'zib berishni uzoqdan beri o'ylab kelmoqda. Bir qaytim u qarovul teg'ida turib, ko'p-ko'k issiq ko'lda ketayotgan oq paraxotni tunji qatim ko'rganda, go'zal manzaradan uning yuraklari o'ynab ketgan edi. U shu zaman o'zining dadasi, issiq ko'ldagi matrosni musha oq paraxoti deb hukm qilgan edi. U shundoq bo'lishiga ishonadi. Chunki u shundoq bo'lishni bekmi xohlaydi. Bala o'zining dadasi va onasini eslay-olmaydi. U ularni bir qaytimmi ko'rmagan edi. Dadasi yoki onasi bo'lsin, uni biror qaytimmi kelib yo'qlamagan edi. Lekin u dadasining issiq ko'ldagi matros ekanligini, onasining bo'lsa dadasi bilan ajrashib ketgandan keyin o'g'lini dadasiga qoldirib, o'zi shaharga kirib ketganligini biladi. U bir ketibla iz-deraksiz yo'qoldi. U shahar yiroq bo'lib, ko'l bilan nurg'unlagan tog'ning u tarafida edi. Memin buvisi bir qaytim u shaharga yangi sotqila berib, to'p-to'g'ri bir hafta hayal bo'ldi. Qaytib kelgandan keyin choy ichib o'ldirib, qizining yana balaning onasini ko'rganligini Bekay hammachiga va momasiga so'zlab berdi. Buvisining aytishicha, balaning onasi bir cho'ng zavodda to'qimchi ishchi bo'lib ishlaydi ekan. Uning yangi oilasi bor bo'pti. Ikki qizi bor ekan. U qizlarini balalar bog'chasiga olib qo'yibdi. Haftada bir qaytimla ko'radi ekan. U cho'ng hovlida turadi ekan. Lekin ularning to'g'ri katigidek kichkina bir ig'iz uyi bor ekan. Bir hovlidagi kishilar xuddi bozordagi kishilarga o'xshash bir-birini tonimaydi ekan. Hammaydan o'zining uyiga kiribla eshigini taqaydi ekan. Doim turmada o'ltirgandek eshigini taqab qo'yib o'ltiradi ekan. Ularning turmushi mana shunday ekan. Uning eri ko'chada avtobus haydaydigan shofir o'xshaydi. Atdiganda soat 4 da ishga chiqib, nihoyat kech qaytib keladi ekan. Xizmati nihoyat jabborlik ekan. Buvisining aytishicha, qizi ko'p yosh to'kib, uningdan afv so'rabdi. Ular yangi uyning taqsimlanishini kutib turibdi. Qachon taqsim qilinadiganligini bilmaydi ekan. Lekin yangi uyga ega bo'lgandan keyin eri ruxsat qilsa, o'g'lini elib ketadiganligini aytibdi. U buvaydan bir mazgil taqat qilib turishni o'tinibdi. Memin buvay qiziga ko'nglini yerim qilmaslikni, hammadan muhimi eri bilan aniq o'tishni, qolgan ishlar bo'lsa hal bo'lib ketadiganligini, o'g'li uchun bo'lsa ko'nglini yerim qilishning texmi hojatsiz ekanligini aytibdi. Uningga men hayotli bo'ladi ekanman, uni hech kimga bermayman. Men o'lganda Xudo uni bir yo'lga soladi. Hayot odam qandoqli bo'lmasin, o'z istiqbolini topa oladi, debdi. Bekay hammachisi va momasi buvayning so'zini anglab, dam-mudam uf tortishgan, hatto yig'lashgan edi. Shu ketim choy ichib o'ldirganda ular balaning dadasi to'g'risida so'zlashgan edi. Buvisining anglashicha, uning burunqi kuyog'li, ya'ni balaning dadasi yana bir paraxotda matros ekan. Uning yangi oilasi va 2-3 balasi bo'pti. Ular portning yonida turadi ekan. U haraqni tashlagan o'xshaydi. Uning keyingi xotini har qachon balalarini boshlab portga berib uni kutib oladi ekan. Balkim ularning kutib oldig'ini mushu oq paraxotdi, deb o'yladi bala. Paraxot asta-asta yiroqlab ketdi.
Uning oppoq uzun gavdasi zumratdek ko'lda g'irildab ketib atadi. Turxunidan qor iz ko'tarilib turadi. U bir balining beliq balig'i aylanib o'ziga qarab o'zib ketib atganligidan bexabar edi. Bala mundaq bir beliqqa teni, quyrug'i, qanoti, qasrig'i beliqning bo'lgan, beshili odamning bo'lgan beliqqa aylanishni xiyol qildi. Bu baş hem yo'g'on, hem yumaloq bo'lib, inchki bo'yinning ustida edi. Uningda salpan quloq va tatlangan burun bor edi. Ko'zimi burun qirak bo'lishi kerak albatta. Bu ko'zlar butunlay hozirqiga o'xshash bo'lmasdan, balki beliqning ko'ziga o'xshash sudagi narsalarni ko'ra oladigan bo'lishi kerak. Balaning kirpiklari uzun bo'lib, kichik bo'g'iniga o'xshash to'xtamay lipildab turadi. Guljamal, mening qizimning kirpiklarimi mushundaq bo'lsa, qanday chiroyli qiz bo'ladi deydi. Lekin chiroyli qiz bo'lishning nima hojati? Yoki chiroyli er bo'lishning nima hojati? Hammasi hojatsiz. Uning uchun aytganda, chiroyli ko'zning qilch keragi yo'q. Uningga kerakli bo'lgani suv ostida narsalarni ko'ra oladigan ko'z. Bundaq o'zgarish buvisining ko'lchikida yuz berishi kerak. U birdila beliqqa aylanadi. Arqadan u darhol ko'lchakdan daryoga sakrab chiqadi-da, suv shiddat bilan eqiyotgan joyga berib, eqim bo'yicha tuvanga uzadi. Pat-pat suv ustiga chiqib, atrofga qaraydi. Suvning ostida uzaverishning mazasi yo'q-da. U suv tez eqiyotgan daryoda uzib, qizil siyg'iz to'piliq tik qirg'oqni bo'ylab, tashliq soydan o'tib, to'lqin bilan billa tog' va o'rmondan o'tadi. U o'zining omriq tashlari bilan "Xo'sh yotgan to'yga, xo'sh bo'ra, xo'sh egar, xo'sh tonka" deb xo'shlashadi. Uzib o'rmon qorovulxonasiga kelganda, u suv ustiga sakrab chiqib, buvisiga qarab qanotlarini silkib, "Xo'sh bova, men tezda qaytib kelaman" deydi. Buvisi bu mo'jizadan hayron bo'lib, nima qilarini bilmay dong etib qoladi. Yana mo'misi, bekay hammachisi, Guljamal va uning qizi hammaylan ko'zlarini yo'g'on etishib qarab qoladi. Odam boshliq beliqni ko'rganlar bormi? U bo'lsa ularga qanotlarini lingishtirib, "Xo'sh, men ketdim, uzib issiq ko'lga, oq paraxotning yiniga boraman. Mening matros dadam o'sha yerda" deydi. Baltek uningga agishib qirg'oqda yugurishi mumkin. Albatta bundaq ishni hech qachon ko'rib baxmaganda. Mubodo Baltek suvga o'zini atmoqchi bo'lsa, u "Sehrima Baltek, sehrima, suvga cho'kib o'lasan" Dilqut xazinasi farqaraydi. O'zi bo'lsa to'xtamay olg'a qarab uzidi. Osma ko'rikning ostidagi temir zanjirdan o'tib, yana olg'a qarab uzib, qirg'oqdagi o'rmonlikni bo'ylab, andin guldurlab ovoz chiqayotgan tor jilg'idan eqib pastga tushib, issiq ko'lga kiradi. Issiq ko'l ko'z yetmas dengizga o'xshaydi. U issiq ko'ldagi to'lqinlar ichida o'zidi. O'rkashlayotgan suv ichida ilgirlaydi. Mush chaqda oq paraxot oldi tarafdan keladi. "Salom oq paraxot, bu men" deydi u oq paraxotga. "Men durbunda sana qarab kelyapman." Paraxotdagi kishilar hayron bo'lib, churildishib bu mo'jizani ko'radi. Shu chaqda u o'zining dadasi bo'lgan hiliqi matrosga "Salom dada, men sening o'g'ling, men sening yiningga uzib keldim" deydi. "Sen qandoqsiga mening o'g'lim bo'lasan? Yerming odamga, yerming beliqqa o'xshash tursa. Sen meni paraxotga chiqargin, men sening oddiy o'g'lingga aylanaman." "Undaq bo'lsa yaxshi, qani ko'rib boqayli." Dadasi to'rni serib, uni suvdan suzib elib, paraxot supisiga qo'ydi. Bala darhol o'zining aslidagi qiyofatiga qaytdi. Uning orqasidan paraxot davomli olg'a qarab mangadi. U o'zi biladigan hamma ishlarni, o'zining turmushini dadasiga so'zlab beradi.
o'zi turayotgan tog' jilg'isi haqida, hiliqi toshlar haqida, daryo va kesishmanlik qilingan o'rmon haqida. Buvisi yasab bergan ko'lchak va o'zining shu ko'lchakda beliqqa o'xshash ko'zini echib suv uzishni o'rganganligi haqida so'zlab berdi. Albatta, u yana o'zining buvisi Mo'minning yonida qanday turmush kechirayotganligini so'zlab berdi. Doda, xohlarning buvamni chipilg'oq Mo'min deganligini anglab, uni eski odam deb qolmag'in. Yo'q, bundoq bu hech yerdan chipilmaydi. U eng yaxshi buva. U haromzodlik deganda zodi uqmaydi. Haromzodlik qilishni bilmaganligi uchun kishilar uni zongli qilishidi. Orozqul tog'amchi, u doim buvamni ayiblaydi. Buvayga tanbih berdi. Hatto nurg'un kishilarning oldida tanbih berdi. Buvam o'zini oqlash u yoqda tursin, aksicha hamma ishda uni kechirdi. Hatto o'rmonlikda uning o'rniga ishlab berdi. Amgak qilish bilan tugisiga mayletdi. Orozqul tog'am haroq ichib mast bo'lib, otli qaytib kelganda buvam uning sat ko'zlariga tikirmakdi yo'q, aksicha yugurib berib, uni otdan julab tushirib, uyiga akrab yotqizib qo'ydi. Yana to'ngib qolmasin, beshi og'rib qolmasin deb juvusini bostirib yeb qo'ydi. Yana texi etining egar jabduqlarini elib, pokiz tozlab, otni obdan beqib qo'ydi. Bularning hammasi Bekay Hammachamning tug'mas bo'lganligidan bo'lgan. Nima uchun shundoq bo'ldi dada? Tug'ishni xolisi tug'digan, tug'ishni xolimiz tug'maydigan bo'lsa bo'lmamdi. Orozqul tog'am Bekay Hammachamni urgan chaqda buvam qanday azoblanadi ha? U buvamni urgan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Har qaytim Bekay Hammacham tayoq chidamay vaqirgan chaqda buvam azoblanib o'ldirolmay qoldi. Lekin uning qo'lidan nima ish keladi? U etilib berib qizini qutuldirishga tamshilsa, momam uni to'sib, "Qaring bo'lmasin, o'zlari ablashib qoladi. Sen qiyri bilan nima aloqasi bor bu ishning? Sening xotining bo'lmagandan keyin o'ldirishingni o'ldiraver" deydi. Buvam, "U mening qizim tursa" desa momam, "Agar qizingning uyi yaqinda bo'lmay, yiroqda bo'lsa qanday qilarding? Agar har qaytim eri bilan urushib qolsa, sen otga minib berib ajratib qo'yamding. Unda qiladigan bo'lsang, sening qizingga er chiqamdi" deydi. Men davatgan momam burunqi momam emas. Dada, sen balkim uni tonimaysan. Bu momam boshqa bir ayol. O'z momam kichik chig'imda o'lib ketgan. Keyin mushu momam keldi. Bizning bu yerda havoning mijozini belgili bo'lmaydi. Birdan ochiq bo'ladi, birdan tutuq bo'ladi. Birdanda yomg'ir va mo'ldir yog'di. Momamning mijozini belgili bo'lmaydi. Birdanda muloyimlashib ketadi, birdanda chechilib ketadi. Birdan yana olqinliq bir xil bo'lib qoladi. U ochig'i kelganda odam yeydigandek bo'lib ketadi. Buvam bilan ikkimiz chiqmay turib olamiz. U yot odamni har qancha boqsam foydasi yo'q deydi. Dada, men qandoqmi yot odam bo'lay? Men buvam bilan birga turib kelgan tursam, uning o'zi yot odam. U bu yerga keyin kelgan, lekin u qarab turib texmini yot odam deydi. Qish kunlari bizning u yerda qor mening bo'ynimga kelgudek yog'di. Qor shunchalik egiz bo'lishidi. Bundaq chaqlarda atqa albashqa mingandala o'rmonga kirgili bo'ladi. U qarlarning maydisi bilan ishtirib yo'l ochalaydi. Bu yerda shamol shunday qattiq chiqudiki, odam o'ri tura olmaydi. Ko'lda dulqin ko'tarilganda, sening paraxoting u yoq bu yoqqa davolganda, Santashning shamoli keldi deb hukm qilsang bo'ladi. Buvamning aytib berishicha, burunning burinsida dushman lashkari bu joyni besilishga kelibdi. Tuyuqsiz bizning Santashdagi bo'ron chiqqan ekan. Dushmanlar ot ustida o'ltira olmay, otdan tushib minishibdi. Lekin shamoldan ularning yuzlari qonab ketib, piyoda minishga bo'lmabdi. Ular ilojisiz shamolga kaynini qilib mangan ekan. Shamol ularni orqa tarafdan ishtirib, kayniga qayrilib, qarab baqirib qo'ymabdi. Ularni to'xtatmay haydigan peti birini qoldirmay, issiq ko'ldan qo'g'lab chiqaribdi. Bu burun bo'lib o'tgan ish. Biz mana shundoq shamol eg'izida turamiz. Shamol biz turgan yerdan boshlanadi.
Daryoning o qirg'og'idagi o'rmondan shamolda qish bo'yi gurgirgan ovoz chiqdi. Kishiga bu bakmi qo'rqinchli tuyuldi. Qish kunlari o'rmonlikda ancha ishi yo'q. Bizning u yer cho'ldirab ketdi. Yoz kunlaridagidek ko'chman molchilar kelmaydi. Yozda men qo'y podilari bilan billa yilliqlarni haydab kelgan kishilarning o'tliqda qo'nishini bek yoqtiraman. Ular atisi tang yo'rishi bilanla taqi chiqib ketadigan bo'lsa-mu, lekin ular bilan birdan bo'lsa birga bo'lish ko'ngillik ish. Ularning bola chaqalari qora mashinaga o'ltirib keladi. Tangzisi bor qora mashinaning ustida yana boshqa narsalarmi bo'ladi. Ular sal o'rinlashib olgandan keyin buvam bilan ikkimiz salomlashib boramiz. Buvam har bir kishi bilan qo'l ilishidi. Men shunday qilaman. Buvam yeshi kichik odam, yeshi cho'ng odamga oldi bilan qo'lini uzatish kerak. Kim qo'lini uzatmasa, shu boshqalarni hurmat qilmagan bo'ladi deydi. Buvam yana 7 odamning ichida bir donishmand bo'ladi deydi. Onun aytishicha, donishmand intayin oq ko'ngil, intayin aqlli bo'ladi ekan. Uning bilan qo'l ilishgan odam umr bo'yi baxtli bo'ladi ekan. Men undaq bo'lsa, bu donishmand nima uchun o'zini men donishmand deb e'tirof qilmaydi? Shunda qilgan bo'lsa, biz hammamiz uning bilan qo'l ilishib olsak yaxshi bo'lmamdi deb so'rasam, buvam kulib ketdi. U gap mushu yerda donishmand o'zining donishmand ekanligini bilmaydi. U oddiy odam. Faqatli qaroqchi o'zining qaroqchi ekanligini biladi deydi. Men buni ancha tushunmayman. Lekin sal tortinsam-mu, hamisha boshqalar bilan salomlashaman. Buvam bilan o'tliq qilganda men faqat qifilmayman. Ota-bobolarimiz yozilgan joyga kelganinglarga xushalman. Mol chorvalaring omon esanmi? Bola chaqalaring tinchlikmi? Buvam hamisha mushundoq deydi. Men bo'lsam qo'l ilishib qo'yaman. Ularning hammasi buvamni taniydi. Buvam ularni taniydi. Uning ko'ngli yayrab, gapimi ko'payib ketadi texi. U kelgan kishilarning ahvolini tafsili so'raydi. Bizning turmush ahvolimizni ularga so'zlab berdi. Men bolalar bilan nima deyishimni bilmay jim o'ltiraman. Birdandan keyin biz mukimiklar o'ynaymiz va urush qilib o'ynaymiz. O'yin shunda qizib ketadiki, uyga qaytqim kelmay qoladi. Hey, yoz bo'libli tursa, bolalar bilan o'tliqda o'ynab yursam, nima degan yaxshi bo'ladi-ha? Biz o'ynayotgan chog'da cho'ng kishilar gulxon yoqadi dada. Gulxon yoqqandan keyin o'tliq butunlay yurib ketadi deb o'ylamsan. Yo'q, undaq bo'lmaydi. O'tning atrofini yuriydi. Boshqa joylar burunqidan qorong'ulashib ketadi. Biz urush qilib o'ynaganda, musha qorong'ulikda mukinimiz va hujum qilamiz. Va ayni kinodagiga o'xshaydi. Agar sen qo'mondan bo'lsang, hammalar sening gapingni anglaydi. Qo'mondan bo'lish qandoq fayziya? Birdandan keyin oy chiqdi. Ayning yo'rig'ida o'ynash jazma texmi ko'ngillik bo'ladi. Lekin buvam meni ilib ketdi. Biz o'tloq va chatqonlardan o'tib uyga qaytamiz. Qo'ylar jimjit yetishidi. Otlar to'rt atrofda yaylab yuriydi. Biz ketayotganda naqshi ovozi anglanadi. Yosh cho'pon aytayotgandikin yoki buvay aytayotgandikin, buvam meni to'xtatib, "Quloq sol, bundaq naqshini odatda anglay olmaysan" deydi. Biz to'xtab anglaymiz. Buvam uftartib, naqshiga agishib, ixtiyorsiz beshini langishtirdi. Buvamning so'zlab berishicha, burinsida bir xon boshqa bir xonni asirga opdi. U asirga tushgan xonga, "Xolisang hayot qilib menga qul bo'l, yoki sening eng muqaddas bir orzuyingni bajo keltirib, ondan seni o'ldirib etay" debdi. Yiliq xon o'ylanib olib, "Men hayot qilib qul bo'lishni xohlamayman. Meni o'ldirib etganing tuzuk, lekin o'ldirishning oldida vatanimdan xohlagan bir podachini chaqirib ber" debdi. Asirga olgan xon uningdan chaqirib nima qilasan deb so'rabdi. U o'lish oldida uning naqshini anglab olmoqchiman debdi. Buvam kishilar o'z vatanining naqshini anglash uchun o'zining hayotini qurbon qilishga rozi bo'lgan deydi. Mening bundoq kishilarni bekmi ko'rgim keladi. Ehtimol ular cho'ng shaharlarda tursa kerak.
Naqsh to'limi yaqinliq. Buvam uni qadimgi zamondagi naqsha deydi. O zamonlardagi kishilar qandoq yaxshi bo'lgan-a? Ular aytgan naqshi nima degan yaqinliq? Xudoyim deydi buvam ostig'ina. Nemishqada buvamga bakmi ishim og'rib ketdi. Texmi omroq bo'lib ketaman. Yig'lig'im kelib ketdi. Tong saharda o'tloqda birmi odam qolmaydi. Kishilar ot va qo'ylarni toqqa haydab mangdi. Ular butun yozni tog'da o'tkazdi. Lekin orqadan boshqa kolxozdan yana boshqa molchilar keladi. Ular kunduzi kelib qolsa bu yerda to'xtamay o'tib ketadi. Kechda kelib qolsa o'tloqda qo'nadi. Shuning bilan biz ular bilan salomlashqilib boramiz. Buvam kishilar bilan salomlashishga bek omroq. Men bu salomlashishni o'rgandim. Kunlarning birida haqiqiy donishmanga yo'liqib qolsam ajab emas. Qish kelganda Aroz qo'ltag'am bilan Bekay Hammacham doktorga ko'rinish uchun shaharga ketdi. Anglasam, doktor ularga yordam qilib bola tug'adigan dori beradi ekan. Lekin momam doim ular eng yaxshisi muqaddas joyga borsa bo'ladi deydi. Muqaddas joy degani tog'ning u tarafidagi paxtazor yer. U yer go'yo biror tog'mi bo'lishga tegishli emasdek tub-tuz ketgan. Mana shu yerda bo'lsa bir muqaddas tog' Sulaymon teg'i bor. Osh tog'ning bag'rida Xudo atab bir qora qo'y qurbonlik qilib, taqqa kirgicha qadamda bir ta'zim qilib Xudoga yelinsa, Xudoning rahimi kelib bola berarmish. Bekay Hammachamning Sulaymon teg'i bekmi borg'usi bor. Lekin Orosqul tog'im berishni ancha xohlamaydi. Yo'l nihoyat yiroq, u ko'p pul ketadi deydi. Chunki aeroplanga o'ltirib, tog' cho'qqilardan oshqandila u yerga borg'ili bo'ladi. Aeroplanga o'ltirish uchunmi bir muncha yo'l menish kerak, yana texi pul g'ashlash kerak. Hammachamlar shaharga ketgandan keyin o'rmon qorovulxonasidagi kishilar texmi oziyib, biz va qo'shnimiz Seyid Ahmad tog'am, uning ayoli Guljamol ham ularning kichik qizini qolimiz. Bizning barliq odamimiz mana shu. Kechqurun hamma ish tugagandan keyin buvam menga cho'chak aytib berdi. Men bilaman, bu chaqda tala qop-qorong'u sug'oq bo'lib ketdi. Bo'ron shiddat gurkiraydi. Hatto eng cho'ng tog'larmi bunda kechada qo'rqib ketdi. Ular qistilishib bizning uyga derizimizdan ko'rinayotgan chiroq nurga yaqinroq kelishga tirishdi. Men buningdan ham qo'rqaman, ham xushollanaman. Agar men bir gigant odam bo'lgan bo'lsam, cho'qim yo'g'on juvoni kiyib, talaga chiqib ularga qo'rqmanglar, tog'lar. Men bu yerda bo'ron chiqib tursimi, qorong'u bo'lsimi, shivirgan so'qsimi, men hech nimadan qo'rqmayman. Sizlarmi qo'rqmanglar. Tez burunqi joyinglarga qaytib ketinglar. Qistilishib bir yerga do'lin olmanglar deydim. Orqadan men qilin qorni kechib, daryodan sakrab o'tib o'rmonlikqa boratdim. Daraxtlar qorong'u o'rmonda qo'rqidi. Ular bekmi yolg'iz. Ular bilan gaplashadigan odam yo'q. Yalang'ochlanib qolgan daraxtlar zimiston sug'oqda muzlab qitib qoladi. Ular yo'lini olg'udek joyimi yo'q. Men bo'lsam o'rmonlikda mengib, har bir tut daraxtning g'ulg'i qiqib qo'yib, qo'rqmanglar deydim. Yo'lda ko'kilmaydigan daraxtlar balkim qo'rqib ketganlikdan qitib qolgan bo'lsa kerak. Ular qurib qolgandan keyin o'tin qilib qolib etimiz. Buvam cho'chak aytib berayotgan chog'da men mushularni o'ylayman. Uning cho'chaklari nihoyat uzun. Uning xil-xil cho'chaklari bor. Kulkili cho'chaklarmi bor? Bo'libmi chipalak deydigan barmoqchilik bola to'g'risidagi cho'chak hammadan qiziq. Oshko'z bera uni yigitib tasbinga qoladi. Ya, avval uni to'yga yevitdi. Chipalak yopurmaqning ostida uxlayotsa, bir to'yga atrofida o'ylanib yurib, hop qilib uni yopurmaq bilan qo'shib yevitdi. Shunday kishilar odatda to'yga o'zining nima yeganligini uqmaydi deyishidi. Bu gap shuningdan kelgan. Chipalak vaqrashqa boshlabdi. Bu vaylar ilojisiz to'ygini o'ldirib, chipalakni qutqizibdi.
Böre bilan bo'lgan ish buningdanmi qiziq? Böre o'zining ahmoqligidan Chipalakni yutib yetibdi. Keyin ko'zlaridan yosh oqqizib, yilinishga majbur bo'ldi. Böre Chipalak bilan uchrashib qolib, "Sen kichikgina qut, putimning ostida mitildab zapma ichimni pushirding. Ko'z yumib ochqicha seni yutib yetaman" debdi. Chipalak, "Böre, menga tegma, bo'lmasa seni itga aylantirib qo'yaman" debdi. Ha qilib kulibdi Böre. Börening ish bo'lib qolganligini kim ko'ribdi? Sen menga behurmatlik qilding. Men seni yivatmasam, debli Böre uni yutib yetibdi. Yutib yetgandan keyin unutib qopdi. Lekin shuningdan boshlab uni falokat besibdi. Böre to'ydirmay qo'ylarga yiqilishgan hamon Chipalak uning qursiqda turib, "Hey podachilar, uyqonlarni echinglar, men Böre qo'y o'g'irlig'iga keldim" deb varqirabdi. Böre Allohzada bo'lib o'zining belini jinining bericha tishlab, yerga yumilib beqibdi. Lekin Chipalak yana to'xtamabdi. U yana, "Hey podachilar, bu yerga kelinglar, meni uringlar, toza uringlar" deb varqirabdi. Podachilar tayoq to'qmoqlarini ko'tarib Böre'ni qo'llabdi. Böre qo'rqqanidan quyrug'ini qisib badar chiqibdi. Podachilar qo'g'lab yetib hayron bo'lishibdi. Böre sorong bo'lib qolgandek ko'chib ketib, "Meni qo'g'langlar, birodarlar, oyimay uringlar" degide. Podachilarning kulib uchaylar üzülib qopdi. Yovuz Böre kechib ketibdi. Lekin u zodi orom topolmabdi. U nagini bormasin, Chipalak uni bo'sh qo'yatmabdi. Kishilar uni qo'g'labdi, masxara qilibdi. U o'rixlab quruq ustixon bo'lib qopdi. U hasrat chekib, "Hey, bu qandoq jazodu? Nemishqimi o'zimga bola tepib olgandiman, qiyirib mengam ishlamaydigan bo'lib qoldi" deb zorlanibdi. Bu chaqda Chipalak uning qo'liqi tuvida. "Sen Toshmatninkiga bor, uning qo'ylari semiz, Baymatninkiga bor, uning ishti gaz, Ermatninkiga bor, podachi uxlayotdi" deb pichirlabdi. Böre midirlamay o'z joyida o'ltirgan peti ko'ngli yerim bo'lib yig'lab, "Men hech yerga bormayman, o'dim kelgan birisining uyida yo'llanib ish bo'lganim yaxshi" debdi. "Dada, bu cho'chak qiziqmikan? Buvamning yana qayg'uli, qo'rqinchli, hasratlik cho'chaklari bor. Lekin men munguzlik bug'oni to'g'risidagi cho'chakni hammadan bek yoqtiraman. Bolam Issiqko'lda yashaydigan har bir odam bu cho'chakni bilishi kerak, bilmaslik gunoh deydi. Balki bu cho'chakni sen biladigansan, dada. Bolam bu cho'chak rost, burun mushundaq ish bo'lgan deydi. Yana biz hammamiz munguzlik bug'onining bolalari. Men, sen, boshqa hamma odamlar deydi. Biz qishni mana mushundaq o'tkazamiz. Qish nihoyatda uzun bo'ladi. Buvam cho'chak ekib bermaydigan bo'lsa, qish bo'yi intoyin zerikib ketgan bo'ladi. Bahor kelishi bilan bizning uy yerlar pek yaxshi bo'lib ketadi. Havo butunlay issigan chog'da podachilar yana balbaq qilib taqib keladi. U chog'da tog'dagi kishilar yana ko'payadi. Biroq daryoning u tarafida bizdan bu yiroqda turadiganlar yo'q. U yerda daraxtlar va daraxtlik ichida yashaydigan jonivorlar bor. Shun har qanday odamni o'rmonga kirgizmaslik, har qanday odamning biror talshoqni neri-beri qilishiga yo'l qo'ymaslik uchun biz o'rmon qorovulxonasida turamiz. Ba'zida biz turgan joyga bilimli kishilarmi kelib qoladi. Bir qitim shim kiyib olgan ikki ayol, kichik bir bo'voy, yana bir yigit kelib to'p-to'g'ri bir oy turdi. Yigit ular bilan birga o'rgangili kepti. Ular nurg'unlagan o't-cho'p, daraxt yopirmag'i va shoxlarni yig'di. Ular Santoshdek o'rmon yer yuzida ko'p qolmadi, hatto butunlay qolmadi desimi bo'ladi. Shunga o'rmonlikdagi har bir tip daraxtni osash kerak deyishdi. Bolam har bir tip daraxtni bakmo qadrlaydi. U Arazqol tog'amning qarg'aylarini xalqlarga beradiganligini zotini yoqtirmaydi. Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Qirg'iziston yozuvchisi Chingiz Aytmatovning Axbaraxut nomli asarini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atigi anglatishimizda davomli anglatamiz. Yoqtirib anglaganinglarga rahmat, xayri xo'sh.
xazinasi, Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs tibobat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'harlar. Karton ilpa, qonun nizam, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, inglizi 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat bir gavdalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni bilqutun bil. Bilqut xazinasi.